12 bab. Mыңлыған kişiler qıstıqıstançılıqdan bir-birini dəsəvətküdək buluşub ketken idi. Hazreti İsa şagirdlərə qarab, "Sizlər pərisilərin işitqusidən, yəni saxtpəzligidən hoşyar bulunlar. Çavusi çıtqı yeyilmaydigan, heç qandaq yoşurin iş, aşkarlanmaydigan, heç qandaq məxfiyyətlik yoxdur. Demək, sənin məxfi qılan sözlərinlə oçuq aşkara anlındı. Öyünün içində xufiyani pichirlaşqan gəplərinlərmi töt tamdın ötüb, xalqı aləmgə pur ketidu, dedi. Hazreti İsa yəni mundaq dedi. Dostlar, cininglarni teninglardan judo qilishdan boshqa ziyonkashlik qo'lni kamaydiganlardan qo'rqmanglar. Kimdan qo'rqish kerakligini ko'rsatib qo'yay. Cininglarni olgandan keyin dozoqqa tashlashga huquqli bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Qo'rqishga tegishligi ana shu. 5 qushqoshni 2 tangiga setib olg'ili bo'lsa-mu, lekin ularning birini-mu Xudo unutib qolgani yo'q. Hatto sizlarning har bir tal chechinglarning-mu hisobi bor. Shundoq ekan, qo'rqmanglar. Chunki sizlar Xudo uchun nurg'ulg'an qushqoshdanmi qimmatlikda. Ko'ngil qo'yib anglanglar, dedi Hazreti İsa gapini davomlashtirib. Hozir ko'pchilik oldida meni e'tirof qilganlarni, keyin inson o'g'limi Xudoning farishlari oldida e'tirof qiladi. Biroq ko'pchilik oldida meni rad qilganlar Xudoning farishlari oldidami rad qilindi. İnson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Biroq muqaddas ruhga kufrlik qilganlar kechirimga erishalmaydi. Sizlarni bu odam Hazreti İsa'ga egashgan deb ibodatxonaga yoki hukmdorlarning oldiga elib berib so'roq tatqanda o'zimni qandoq aqilsam bo'la yoki nima desam bo'la deb andish qilmanglar. Chunki nima deyishinglarni muqaddas ruh shu vaqtda sizlarga o'rgatadi. Ko'pchilik ichidan bir kishi Hazreti İsa'ga, "Ustoz, akamga otimizning qolgan mirosdan menga tegishligini berishni buyursangiz," dedi. Birodar, kim menga sizlarning oranglarda qozlik qilish yoki mirosingni ayirib berish huquqini beribdi, dedi Hazreti İsa uningga. Keyin u ko'pchilikka, har xil ochko'zlikdan paxas bo'linglar va saqlaninglar. Chunki kishi har qancha boy bo'lib ketsa-mu, uning hayoti mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas, dedi. Hamda ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Bir boyning yeri mol hosil beribdi. U ko'nglida bunchavala hosilni qo'ydigan yerim yo'q. Qanday qilishim kerak? To'g'ri, hozirgi ambarlarimni buzib, kengaytib qurib, oshliq va boshqa mol-mulklarimni shu yerga qo'ymamdiman, deb o'ylabdi. U yana o'z-o'ziga, "Voy, sen nima degan baxtlik odam? Ko'p yil yetgudak mol-mulking bor. Yeb-ichib, turmushni xushal-xuram, rahat o'tkazmamsa," debdi. Lekin Xudo uningga, "Hey ahmaq, bugun kechila omonatni topshirsan. Undaqda to'plagan barliq boylig'ing endi kimga qala?" debdi. Hazreti İsa yakunlab mundaq dedi. "O'ziga boyliq to'plagan, ammo Xudoning nazarida boy bo'lmagan kishining oqibati mana shundoq bo'ladi." Ondan Hazreti İsa shogirdlarga mundaq dedi. "Shunga bilib qo'yinglarki, turmushinglarga kerakli yemak-ichmak yoki uchanglarga kiydigan kiyim-kechakdan g'am qilmanglar. Chunki hayotlik yemak-ichmakdan, tan kiyim-kechakdan
ko'p azizdir. Qog'larni o'ylanglar. Ular termaydi, yig'maydi. Ularning ambar, iskilotlarimi yo'q. Xudo ularnimi osh qo'ymagan yerda sizlarning rizqinglarni cho'qim berdi. Chunki sizlar shu qushlardan ko'p aziz emasmi? Oranglarda qaysinglar g'am qayg'u bilan umringlarni kichikini uzartalaysizlar. Mana shunchalik kichik ishnimi qilolmasanglar, boshqa ishlar uchun g'am qilishinglarning nima hojati? Yava gullarning qandoq o'sadiganligiga qarab beqinglar. Ular ishimi qilmaydi, kiyimmi tikmaydi. Lekin sizlarga shuni aytayki, hatto ulug' podsho Sulaymonning hashamatlik tonlarimi bu yava gullarning go'zalligiga teng kelamaydi. Hey ishonchi ojizlar! Dalodiki buguni ichilsa, etsi qurib, o'chaqqa qolindigan ashu gul giyohlarni, ashuncha bezigan Xudo sizlarni texmu kindirmasmi? Shundoq ekan, yemak ichmak, kiyim kechak uchun bosh qotirmanglar. Hech nimadan ansirmanglar. Bu dunyoning odamlari mana shu narsalar uchun izdinidi. Biroq arshdagi otanglar sizlarning bu narsaga muhtojliginglarni biladi. Shuning uchun sizlar Xudoning podshohligi haqida izdininglar. U chaqda Xudo sizlarga mana bularning hammasini qo'shib taqdim qiladi. Qo'zlarim, qo'rqmanglar. Sizlar oz va ojiz bo'lsanglarmi, otanglar o'z podshohligidan sizlarningmi bahramand bo'lishinglarni loyiq ko'rdi. Mol mulkinglarni setib, kambag'allarga sadaqa beringlar. O'zinglarga ufurmaydigan hamyon hozirlanglar. Shunda qilsanglar, o'g'ri olmaydigan, kuy yemaydigan joy, arishda g'azini to'plagan bo'lasizlar. Boylig'inglar qayerda bo'lsa, qalbinglarmi shu yerda bo'ladi. Xuddi belini ching bog'lab, chiroqlarini yondirib, xo'jayinning to'y ziyofatidan qaytib kelishni kutib turgan chaqalardek har doim tayyor turinglar. Xo'jayin kelib ishni qoqqanda, chaqarlar darhol chiqib ishni ichishi kerak. Xo'jayin qaytib kelganda, chaqarlarning o'yg'oq va tayyor turganligini ko'rsa, bu chaqarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, buni ko'rgan xo'jayin chaqarlarning xizmatida bo'lib, ularni dasturxonga o'tog'izib, shaxsan o'zi kutib oladi. Hatto xo'jayin yerim kechida yoki saharda kelsin, u chaqarlarning o'yg'oqligini ko'rsa, bu chaqarlarning baxtidir. Bilib qo'yinglarki, agar uy egisi o'g'rining kechisi qachon keldiganligini bilsa, o'g'rining uyga buzib kirishiga hargiz yo'l qo'ymaydi, albatta. Shuningga o'xshash, sizlarmi har doim tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan chog'da qaytib keladi. Ey Rabbim, bu tamsillarni bizga qartib aytdingizmi yoki ko'pchilikka qartibmi? deb so'radi Petrus. Hazrati Ayso mundaq dedi: Kim ishonchlik va zirak chaqar bo'lsa, xo'jayin uni boshqa chaqarlar ustidan ko'zitib, xo'jayinning oziq-tulikini ularga vaqti-vaqtida taqsim qilib berishga qo'ydi. Xo'jayin sabrdan qaytib kelib, chaqirning shunchalik sadoqat bilan xizmat qilayotganini ko'rsa, bu chaqarning baxti. Bilib qo'yinglarki, xo'jayin uni butun tavliqotini boshqarishga qo'ydi. Lekin agar bu chaqar ko'nglida xo'jayinim kechib qaytib keladi deb boshqa ayol chaqarlarga nochilik qilsa va yeb ichib mast bo'lsa, xo'jayin kutilmagan bir kuni, o'ylamagan bir vaqtda qaytib kelib, uni urib, chol o'lik qilib, e'tiqodsizlar bilan o'xshash taqdirga
duchor qiladi. Xo'jayinning nima talab qilganligini bilib turib, ruslanib turmagan va xo'jayinning deganini qilmagan chakar qattiq tayoq yeydi. Biroq xo'jayinning talabini bilmay turib, tayoq yeyishga tegishli ishni qilgan chakar yenigrak tayoq yeydi. Xudo kimga ko'p bersa, uningdan ko'p kutadi. Chunki kimga ko'p omonat qo'yilgan bo'lsa, uningdan talab qilinadiganimi ko'p bo'ladi. Men dunyoga o't yiqishga keldim. Bu o'tning yenib ketishini ne kadar arzu qilaman. Men oldi bilan azobliq cho'mildirishdan o'tishim kerak. Bu cho'mildirish amalga oshguncha intoyin qiynalayotiman. Sizlar meni dunyoga tinchlik ilib keldimikin deb o'ylab qolmanglar. Men tinchlik emas, bo'linish ilib keldim. Buningdan keyin bir oiladikilar bir-birsiga qarshi turdi. U Aysoning egashkisi deb ota o'g'liga, o'g'il otasiga, ana qiziga, qiz onasiga, qaynoni keliniga, kelin qaynonasiga qarshi turdi. Hazreti Ayso ko'pchilikka yana mundaq dedi. Sizlar kun petish tarafda bulut ko'rinsa, yomg'ir yog'adi deysizlar. Janub tarafdan shamol chiqsa, havo isiydi deysizlar. Darvaqa shundoq bo'ladi. Hey soxtipazlar, sizlar osmon zaminning rangini tushuntiralaysizlar-yu, hozirning nima vaqt ekanligini tushuntirolmamsizlar. Nemining to'g'ri ekanligiga sizlar o'zinglar nemishqa hukm qilib boqmaysizlar. Agar biri ustinglardan arz qilib, sizlarni sotga elib bormoqchi bo'lsa, imkoniyatning boricha oldin ola, uning bilan yorishib olinglar. Bo'lmasa, u sizlarni sotchi bo'lsa, qarovulga topshirib, zindonga soltib etidi. Bilib qo'yinglarki, sizlarga qo'yilgan jarimonining bir tinini qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar.